Abdullah. Tez. Abdullah. Abdullah, nimanda qilsiz? Kichik boldak chaqirmoqchi o'rningizdan turmaydi ekansiz-ku. Oy. Abdullah. Nim bo'lgandi? Abdullah. Nim bo'ldingiz? Ey. Akşam beşim ağrıvatdı davatding. Qandaq? Endi saqib qaga o'xshamamsa? Ha? Ey. Pisa. Opa, tuz bo'g'ini. Apa, ma'amsiz yo'q. Endi ma'amsiz biz ketaveramiz. O'chaqda do'nga kelganda harvani kim ishtirish berdik? Shu emasmi? Bo'lmasa odam sizni o'tkazib qo'ysin. Uxlaveramdiki. Ala. Sizlar texmini aldiratqidek bo'ldinglarmi? Qara bularni. Apanglarni shaharga doim olib yursam, uylik ishlarni sizlar qilamsizlar? Bo'ldi. Men ularni evilanglar. Ala. Kechda nima yeginglar ba? Nima yetib beray? Ha bolam. Opa, komand segim bor. Apa, maktab berishni unutib qolmang. Ukamdan sinf mudiri nechiqatim dedi. Nima? Uch bo'lmasam chaqir deyvergan. Uch qilsa. Voy, xotirjam bo'linglar. Bu balla hech qanday cho'nchatoq chiqamaydi. Voy, qog'ozlaringizni yig'ishtirib. Maktabga o'zim berib, muallimlar bilan ko'rishib kelaman. Sizlar xotirjam bo'linglar, ha? Ma'qulamsiz. Tushda yolg'iz qoldim deb tamoq yeyishni unutib qolmang yana. Mendan ansirmigina? Ey, chaqaraq bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar keldingizmi? Ha. Maryam ada, men 10 kilo sutni quyatdim-a? Salomat turdim. Tinchlikmi? Oy, sani qacha sizlarmi kirdimi? Oy, sani qacham kiribdi-ku. Qandaq tinchlik Maryam bolam, undan kirdimi? Xudoga shukr. Balam, avar qildigan bo'ldim. Mush sutni sotqach kelasizmi? Sotqach kelmamdigan. Rahmat. Men qo'yib eting. Buningdan tatmay akriversizlar. Shunday qilay. To'ydan pachparat xarajatimiz sutga qarashlikdan. Buni bilaman. Taqamdan kesilib xili obdan bo'lib qolgandi. Xudoga shukr qizim. Xil obdan bo'lib qoldi. Pulni hozirlab berib eting. Oy, nim qilganingiz bu? Hozir ba'zim bo'ldi. Rahmat. Ma'qul hamma. Rahmat. Qo'shamsa kirib-kirsizlar. Hay balla, tez bo'linglar. Asta, nimanda qilgandi bu balla? Bugun tozimi kechikdi? Hey, balla chaqqan bo'linglar. Bo'linglar. Tez bo'linglar. Xo'sh dada. Tez bo'ling qizim. Bo'linglar. Bugun tozimi kechikdik. Ishtiringlar. Abdullah xo'shamisa? Xo'shamisa? Mera birishid ekansa, qo'saqlaring eshitdimi? O sepray, ha? Qani. Ya. Qan, ishtiraylik. Xo'sh, qo'llaring. Xo'sh. Vaqtida qaytib kelinglar, ha? Kechirchilar, sizlarni saqlab qo'ydim, ha? Nega kechikib qoldingizmi? Atdiganda ozroq ishim chiqib qoldi. Yordamchilar. Keling. Men yordamchi. Rahmat. Astara. Akin. Bugun bek kechikib ketdingizmi? Hammanglarning vaqtinglarni olib qo'ydim, ha? Kechikisi yo'q, hech bo'lmaydi. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan. Mana. Kechikadigan bo'ldi. Qanchalik olasiz? Menga 1,5 kilo ber. Birdan tutib turing, ha? Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan.
Yarım kilo alma dediniz. Ha, shundoq. Mana pul. Chaqqaroq bo'lsangiz bo'pti. Aman. Yaxshi. Manga yarım kilo bering. Ama. Heli xasiyet degan qiz ko'rinmaydi-ku. Tunog'inmi kamidi, bugunmi kamidi? Hacimning o'yidagi xosiyatgan qizni demsiz? Rost ko'rinmaydi. Ha, Bir ish shunday. bo'lmaganda. Rahmat-da, xo'sh. Manga Qancha kilo bering. Xo'jayinni ranjitib qo'ygan biz ketkizyaptimi? Yo'q, ketkizyapmidi. Tunog'inli men uni taxi qo'ro deb qo'ydim. Ular sut almag'ini 2 kun bo'ldi. Ular almagan bo'lsa, boshqalarga setvatsangiz bo'ldi emasmi? Sut qo'y setilib ketadi. Şuğunisi, o kızga bir iş bulmuşla meyliği. O kızga neymiş bulattı, ensirmem. Xudayım sakla. Ay, Danyang, ni要多少？半公斤。Danyang，你腿好一点了吗？好多了。谢谢。那好啊，给。慢走。好，谢谢。赶紧告诉。Kimdi o? Oy. Kim o? Mana keldim. Bir gün turman deb ketib. 3 gün turganmi bormi? Tozimi haddingdan eshib ketding-ku sen. Oy. Bugunmi kelmagan bo'lsam, yolg'iz uyda o'lib qolsammi, enkimni chetib qo'ygudek odam chiqmasga, voy beshim. Oy. Gülnisa hacım, sizga nima bo'ldi? Oy, siz Men tövendiki do'qmishda sut sotadigan Maryam bo'laman. Qasiyatning sut ag'il chiqmag'iniga 3 kun bo'ldi. Shunga nimish bo'ldi ekan qarab boqay deb chiqib edim. rahmat. Oy, Keslingiz xil ig'ir o'xshamamdi. hech qisi yo'q. Avaylab men. Rahmat. Yetib aramaylam. Xasiyat turpanga tog'isini yo'qlab ketgan. Ay. Onun ketishiga ham shundoq og'rib yetib qoldim.
Bir gündü kelmen dep ketibedi. Mana bugün 3 gün boldu. Mundaq dаңа, mən texnik biraz süt ağıl çıxmaydı ki depdi mən. Öyde başqa bir kim yox mıydı? Eriniz mi öyde yox mıydı? Erinizin işi sizden xeyli çoğun oxşamamdı. Onun alemden ötkeniga 3 yıl boldu. Boptu, artıq qaygırma. Oş, doğru yegengila kesel saqayıp ketmeydi. Ançı mınçı tamaq yemesin bolmaydı. Mən süt satqınım üçün sütünü maqtavatqınım emas. Sütünün rastıllı cıq kesellik paydası ba. Əras, mən sizge süt qaynatıp əkirip berey. Undaq qılmang, bu qançılık işdi. Mən sizge onçılık iş qıp bəsəm, nim boptu? Bu aşqanı öykende. Nim degen çıraylık. Gülnisa hacım. Atanınız ürümçi demeskende. Uruk tuqqan qeyrindaşlarınız qo'badı. Çögünü ne koygandı? Şundaq çıraylık, yasıdaq öyde adam yalğız, yakki yigan yaşıganның nime mənisi? Çögün zadı nədudu? Ölüp ketken erinizning bala çaqa uruk tuqqanları yok miken? Oy. Gülnisa hacım, mən sizni hacimede dep çaqıray, ya? Başqaça oylap qalmang. Mən bu şundaq çepilға qaraq ayal. Ayal kişinin pul dünyası bolğan bilen eri balçaq qız bolmasa nim paydası? Oy, jığlamağa. Jığıdan nimi çıqıdı? Köңlüňizni buzma. Bas sütni ıssıqdılı içi bil. Elana. Boldula, nimiga jığlaysız? Köңlüňizni yerim qımağa. Mən. Bas sütni içi bil. Issıqdı için. Bu hacimning bəhmi təliyi barken. Ölüp ketsin o yap-yaş ayalı həsrətini çekip oturupdu. O hayatçıydı. Tolumu abroylu kişiydi. Maň qaraňa hacimede. Her qança abroyluq bolsaqmı hamini ölümüz emasmı? Şuňsuz fürsətni çoň tutup baldırraq pərzənd yüz görüşünün amalını qılın. Bolmasa qeyrğanda yalğız qalasız. Yeni kelip şunçala yasıdaq azad öyde yalğız otlasınızmı zerikmemsiz. Külüsüz go. Mən xata dedim mi? İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hem de bilekte ateş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hem de beden bıraş hareketi. Bir, iki, üç, dört, beş,
6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala! Kızım. Oynadık. Bak oğlum. Sıra. Çapsa bulola. Oy. Oğlum bu yak gide. Ulan oyna. Aslan çeçinler ya bu. Hocam korkuna. Oy. Abdullah, çeçine. Abdullah. Hey, bulma. Baya kayıp gelin. Hey, sizin bu yak düşüne. Baldık oynayıp Sizin bu yak düşüne değil mi? Bak ya oğlum, bak da. Ondan şu ha. Mahvol. Kara ha. Oy. Ha kızım ha. Oy. Oy. Ha attı. Ha. Oy. Oy. Hey siz mi çıksınız babam bu? Ha? Oy. Oy kilo değil mi? Hey, edamı bozacak kılma. Bolduk ulan. Anne ben sana çocuğa. Bolduk ulan Abdi. Hayır ulan. Oy. Sadıgan ketaydi adısı. Bugün sizge nim boldy? Şunçilik hisobatni tügütemaysiz go. Men go bu kemgeçe pul juturup koymagandym a? Hay, muşu berket bergen ağzını ze. Bu öýüňdi juturup koyarek bir näse barmydy? Aras Meryem, men bugün mektepke berip muallim bilen görüşüp geldim. Aras, muallim nim dedi? Balymız bir iş dirip koymagandy a? Ýak, hey. Muallim kızımızny şäherge ötkep okutydygandygymyzdy anlap bäk hoşup gitipdi. Hudaga şükri. Muallim biýerdiki otur mektepni okuty seviyesi bek töwen. O balla ali mektep ötenmeýdi, ötken takdirdimi otur technikum bilen işçiler technikumy gyla ötäleýdi diýdi. O bizni ýene ýirakny körer ata-analar dep maktydy. Oğlumuznymo zihni bek uçukken diýdi. Ula zady nimi demekdiken? Oğlumuznimo şäherge apyryp okutyňlar diýdi. Oşnyň dädige tok yetmepdi degen şu-da. Pul qarz elip kaly setip wagtymyz bilen. Keş yetip, säher turup, tirmişip işlep, aran kızımyzyň okuş pulunu kamdap bassak. Emdi, oğlumyznikiga näge barmyz? Gepniň rastyny desem, muşundak tatyp atgan japaýyň qarap ballaryny şäherde okutyşyny ýetidi ýanamdyke digendim. Nim degeniňiz bu? Men ballarymyznyň bizge okşaş muşundak günge gelişini hergismi halamayman. Obdarak oýlanyp baksak bolamdy eken. Ýotkanga bekip putuz tuş gerek-de. Bu gepiňiz mugu togra. Her aldı biz tırışıp tırmışıp aval kızımızın olsun okutup alaylı.
Keç o'p ketdi. Yaxshisi aramalayli. Balalarning ishini o'ylasamla beshim qotadigan bo'ldi. Elimi yaxshi ishki bo'lib qopti ekan. Jiqroq bo'lgan bo'lsa, qandaqmi qiladiq kundan? Oş, bo'ldi. Artıq başqa turmang-a. Biz tatmagan qaysi japa qamıgan? 30 qo'y puli bilan to'y qildik. Mana hozir bir umdan bir qiz bir o'g'limiz bor. Ya'ni texi 4 qalimiz bor-ku. Hey, ishki gapning bir bo'lsa shundaqli deydi ekansan. Sen o'zingni bezlab otamsan yoki menimi? Amsa, qanday qilamiz? Danga. Meningcha, haqlardan qaza paqamdiq ya. Aytanga, kimdan olamiz? Eliqi savutdinchu. U o'g'ilni o'ylashning taraddudini qilsa, bizga pul berib turadimi? Emis eliqi terichi Davuddinchu. Oş, mening undaq na ahlilarning oldiga bo'yin qisib bag'im yo'q. Hey. Qandaqmi qilamiz? Hey, ras eliqi shahardagi sut oladigan xaridorlaringdan so'rab baqamsan ya. Qo'ying-a, shaharliklardan ham tamoq qilmang-a. Ular oshqan-toshqan qattiq quruq nonlarni sutga hisoblab o'tkazdigan tursa, bizga pul qarz berib turadimi? To'liq ham xiyol qilmang. Voy xudoyim, meni bir kechalik oqchashliq mo'may qilib etamdi kim odam. Bo'ldi, chiroqni o'chirgan yotimiz. Endi qandaq qilsak bo'ladi ekan? Mana keldim. Voy, siz metdingiz? Qani kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qani uy kiring. Deganlarim to'g'rimi ekan? Kala sutining haqiqatan foydasi chiqchimi? Mana chiroyingiz tunonkidan xeyli obdal bo'lib qopti. Rahmat. Maryam. Voy, Maryam singlim, nimancha avaro bo'lgansiz, a? Tuzit qilmang. Men sizga sutni qaynatib beray. Ko'ringiz qayerda? Men tep beray. Voy. Mana, men topdim. Nimancha avaro ketgansiz? Bu o'zimiz tergan qo'noq. Ancha-muncha qora oshliq yeb berganning odamga ko'p foydasi bor. Shunga ikkital og'ash kelgandim. Xasiyatga qaytib kelmadimi? Yo'q, texi. Agar siz uning qattiq gap qilamisangiz, men uning bir necha yig'iz gap qilib qo'yay. Uyingizda telefonmi bor ekan-ku? Qaytib kelamisa, telefon bo'lsin berib qo'ysa bo'lmamdi. Bola degan hamini bola-da. Shu emasmi? Uni azroq qo'rqitib qo'ying. Ikkinchi unda qilmaydigan bo'ladi. Hojimada, men qaytib keldim. Voy. Ishni yapmay o'tirib ketibsiz-ku. Voy, Maryamada, yaxshimisiz? Xosiyat. Endi kelganingiz nemisi? Hojimadam og'rib, qattiq yetib ketdi. Sizmisa ishning yo'lini bilmaydi ekansiz. Endi ikkinchi unda qilg'chi bo'lmang. Vaqt to'shib ketibdi emasmi? Men ma'musam bo'lmag'day, xo'shamsa. Xosiyat, uzitib qo'ying. Marimada, xo'shamsa. Xo'shamsa. Allohu akbar. Maryam xonning kirishi bilan keslimim yaxshi bo'lib, ro'y oldimi tuzilib qoldi. Ya Allah.
Xosiyat, Ha? sutni akirib oldingizmi? Akirib oldim. Yana uyda yig'ilib qolgan qattiq quruq nonlarni kallasiga bersin deb olib chiqib berdim. Bo'ldilar. Atili ko'rishaychu. Cross hisoblash mashinasi. Niyat kelib boshqani Hada, bu VCD plastikalarni udulimizdagi rassam qo'shnimizning xizmatchisidan so'rab olib chiqqandim. Siz choy ichgach o'tirib ko'rib baqmay, men sizga qo'yib beray. Qo'yib beqmay, ko'rib baqay. Men chiqib ketdim, ha?简直太次了。这个样。咱们喝杯威士忌怎么样？好，快点。Hacimede, tekçi çaylarını içmepliği. Çayları muzlap kalmışsın. Çapsan içi vasla. To'xtaxonada. Men bilaman, 3000 qo'y pul degan oz pul emas. Lekin yil oxirigacha cho'qim qaytirib beraptim. Siz men ko'p yordam qilgan, buni men bilman. Biroq menda unchilik pul yo'q-da. 2000 qo'y olsun berib tursangiz. Lozini kilosi qancha? Xap bo'lmaysiz. Qanchdi? Bir qo'y 5 ming. 1 kilo beraman. Ma'qul. Qizim shahardagi to'liq o'rta maktabga o'tgandi. Rasli bagidagi olim yo'q. Meni xijil qilmagan bo'lsangiz. Bilamsiz. Shahardagi osh to'liq o'rtaga o'tgan bolalar ko'p emaskan, lekin mening qizim imtihondan o'tgandi. Qandaqlı bo'lmasin, biz bir nevri qarindosh tursak, qazi bergan pulingni qaytarolmay qolamanmi? Asta. Hey, maqara, senmi bilasan? Rizvangol nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Mush yuzi bo'yicha oldin qatorda o'qiganlarni Sancho, boldiqig'ini. Biz uni shaharga gapirib o'qitiri degan to'q. Asta, o'yinchilik chiq pulni qachonmi qaytarib olalaydi? Shaharda o'qitaman degicha, yuzda o'qiyvas bo'lmamdi. Mush yilning oxirigacha sendan o'tmagan pulni cho'qim qaytiraman. Agar qaytarolmay qolib qolsam, kallarimni setib bo'lsa-mu cho'qim qaytaraman. Voy, gapimni anglasang-chi. Men urug' tuqqan deb seni qishingga keldim. Sendan so'ma kimdan so'rayman? Ay, zubon sumaysan-ku. Jex, gap qilmay, ma go'sht olib bolalaringga Men sen go'sht deb kelmadim, pul deb keldim. Ha, bo'ldi. Keling. Qanchalik olasiz, ha? Ha, ma'qul. Hey, Abdullah.
Unchuvala çiçilip ketmene. Bu tuqqallardan go men zadlı ümit kütüp bakmagan. Biz kembegal bolgandan keyin ular bizni nazarga ilmaydi de. Ularga halimizni aytgan bilen ular bir derdimizge yetmeydi. Özüңde yok, alemde yok degen şu de. Bu pul hecep mi özünü kösetdi? Opa, dada, qaytib keldi. Qaytib keldim lan balam. Opa, bu ko'rsatkicim qarab beqing'a. Sinf qilay. bo'yicha o'g'illarning ichida birinchi bo'ptimi? Yaraysa o'g'lim. Appa, O balam. Bunun dekin texnik dada, qilishib o'qib. muallimdan Balam. anglasam, meni shaharda o'qitmoqchi bo'psizlar. Bu gap rostmi? Bu gap rostmi? Berib apangdan so'ra. Appa, muallimning deganlari rostmi? Obdan balam. Biz şunun amalını qıvatımız. Ajab yaxshi. Rustam, opamning deganlarini angladingmi? Anladım. Men to'liq o'tirib maktabni shaharda o'qiyman deyman. Ajab yaxshi. Qanchalik olsiz? Marhamada. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Tinch turdingizmi? Qanchalik kilo olsiz? olay. Hacimedem undan turvatqan. Obdan turyapti. Oldidagilar tezroq bosanglarchi. Qandoq degan gap bu? Ma'qulamsiz. Men beray. Ning yodi o'sha. Ben Gonca. Bo'ldi, siz ishingizni qilavering. Bugun sizning vazifangiz tomoqni o'xshatib etishchimi? Ma'qul. Mehmonni men o'zim kutaman. Bo'ladi. Bering. Voy, Maryam soni. Keling. Qanday yaxshi turyapsiz, tinchlikmi? Yaxshi. Uyingiz tinchlikmi? Yaxshi, o'zingiz sallamasa saqib ketgan o'xshamamsiz. Xudoga shukr. Qani shukri. Xalatim sevdik. Voy, samsingiz bo'ldi. Öyləriniz bək çıraylıqçımı? Şəhərliklərinin öylərini köp görüb edim. Lekin, mında qaşəmətlikni anca kömətdikən mən. Öpçü. Elhamdülillah şükri. Şəhərinin qo həmələn imisi yaxşı. Şoğunası, havası yaxşı əməsdə. Jiring singlim, jiring. Xaltangizni sevasangiz, shundoq chiroyli, sayib jamalli bo'lib ketirgansiz. Qarang. Ballarının dadısımı daim şundaq deydi. Lekin bugün közüm içilib qaldı. Qaranga sizin çıraylıqlığınızını. Nədikini, onda xijil qilma. Jiring. Qani. Xasiyyətdən anlasam, meni çaqırtıb dikənsiz. Bana deydiğən bir iş bağımiddi. Heliq kuni osmondan tushgandekli paydo bo'lib qoldingiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, bunchalik shifo topmagan bo'lardim. Sizga rahmatimni aytay desam, uyingizning nadaligini bilmaydi ekanman. Shunga xosiyatni chaqirib kir degandim. Siz bilan birdan mungdishib o'tag'im batdi. Bu qanchalik ishni deysiz? Men faqat xosiyatga bir ish bo'lib qoldimikin deb ansirab, sutni og'ash kiribla to'g'ri kelib qoldim shu. Siz bekmi uchuq chiqishga qo'yalkansiz. Yana kelib qo'lingizdan bek ish keldi ekanmasmi? Mundaq maqtashlaringizga arzimaymanmi? Siz shahar sirtidan har kuni necha ton sutni kelib sotsiz. Harg'an ashqingiz demay turayli.
siz boshqalar bilan shundoq chiqishdi ekansiz. Ular bilan aloqangizmi yaxshi ekan? Mush ko'chirikilar hammasi sizning ustingizni oladi. Ota-onangiz sizni o'g'il boldek g'ayratlik, jasoratli qilib beqibdi ekan. Uning ustiga siz gapga bek ust ekansiz. Meni to'la mazaq qilmang. Men tuzukmi gap qilolmayman. Bizning odam doim meni sening hamma yering yaxshi, shug'unisi gapingning tutami yo'q tavassa. Lekin siz faqat yig'ilma gaplarni qilmaydi ekansiz. Odam sizning gapingizni anglasa, ko'ngli lapida ichilib qoladi ekan. Bo'ldi. Meni to'la maqtab uchrayvermang. Bo'lmasa siznimi boshqa shaharliklarga o'xshash takalluf so'zning keyinda biror cho'ng hojati bor o'xshaydi deb qolmay yana. Dada, xotirjam bo'ling. Men u maktabga kira olsam, cho'qim tirishib, yaxshi o'qiyman. Obdan qizim, deganingdek cho'qim yaxshi o'qig'in. O'qish puliga kelsak, uni opanglar ikkimiz bir amal qilamiz. Nimali degan bilan shahardagi maktablarning o'qish sifati yaxshi. Bizning birdan bir umidimiz seni eng yaxshi oliy maktablarda o'qitish. Tirikchilikni, balalarni deb mushunda qilyapmiz. Bizning odam yosh vaqtida minbeng bo'lib, mashqda bir nechtal qo'riqsin sundirib olgan. Shundaqdimi bir xayrati bor. Ittiz ishi uydagi malvaran shuningga qarashliq tursa, unga yordamlashmasam bo'ladimi shundaq. Uyimiz shahar sirtidagi davan yesida. Dehqon xalqning qo'li qanchalik pul ko'rdi deysiz? Uning ustiga 2 balamiz bor. Uy shaharga yaqin. Qatnashmo xeyli qulaylik. Şunu buldur kuzda bir necha tuyoq kola setib elib, oz to'lib hojibrat xarajat qilib, xashlayapmiz. Xudoga shukr. Tiriklikda niyatimiz durust bo'lsa, noumid qolmaydi ekanmiz. Beshingizga har ish kelsa, yaratgan egam vaqti kelganda tegishlik, jasorat, g'ayrat ato qiladi ekan. 10 yil ilgari chet elga chiqib edim. U yerda uzoqroq turib qolib, yotib xo'p qoldim. Chet elda bir necha yil turgan bo'lsam-mu, hammani yana o'z yurtga yetmaydi ekan. Mening o'z yurtimdan mehrimni uzamayotganimni ko'rib, o'lib ketgan erim mushu uyni setib elib, menga saramjonlab berib edi. Kim bilsin, rahmatlining umri to'liq qisqa bo'lib qoldi. Nima kesal bo'pti ekan? Nima desam bo'la? Yeshi 70dan eshib qolgan odamning nimadan og'rinchiligi bor deysiz? Shunday emasmi? Bu gapchi u kishi bek boy o'xshamamdi. Shundoq. U to'liq puldor kishi edi. Dastlabda men u kishiga yotliq bo'lishni xohlamadim. Lekin u to'xtamasdan tuqqanlarni elchilikka evati. Keyin hajiga bordim. Hajini tugitibla, aram xudo kun kechiraman deb o'ylab, bu to'yga rozilik berdim. To'ydan keyin u mening o'tida kuyib, suyida eqib, xizmatini qilayotganligimni ko'rib, meni yaxshi ko'rib, e'tiborimni qildi. Shug'unisi rahmatlikning umri qisqa kelib, meni yolg'iz tashlab ketdi. Meni dog'da qo'yib ketdi. Onca valla qayg'uraman. Bu dunyoda o'lmaydigan kim bor deysiz? Bir yaşangan kishining tartiga suv berganligingiz uchun savobini ko'rsiz. Rahmatli hojim o'zining ketib qoldig'ini ko'ngli tuyg'an chig'i menga nurg'un dunyoni qoldirib ketdi.
shuncha ko'p taalluq qo'limda bo'lg'ashqa o'shundoq boyashat turmush kechiryaptiman. Ajab sat oldi. Undaq Sizga yig'labla ketdim. Hojimada tomoq tayyor bo'lib qolgandi. Chiqib yeb olamsizlar. Tomoqni birdamda tayyor qildingizmi? Shundoq Maryamada. Men kelgandan beri hojimadam sizni og'ziga tegmay maqtayotdi. Rahmat. Amiz chiqib tomoq yeyli. Tatınma ilinə, xasiyyət çay qoyun. Mana. Birəsi bilən həmrə bulub xızalansa, nemi degen köngüllik, Qani. Yalğız adamның күні bəkmi təsdid ekan. Hər qancha esil g'iza bolsa adamның tiliga tetimaydi. Xasiyat bor emasmi? Meningcha u xil tuzukdek ko'rindi. O'g'u shundaq, lekin nimani degan bilan u degan xizmatkorda. Adam ko'nglidagi gapni ko'rganla odamga tegilmaydi ekan. Uning ustiga u bolada odamning holiga yetamdi. Bu deganlaringizmi to'g'ri? Meni ko'rganla ishga aralashgan deb qolmang. Siz bir hamroh tepasiz bo'g'dak. Yosh odam hammani yolg'iz o'tamaysiz-da. Olamadsiz. Og'rib qolsangiz yoki qiyirganda qanday qilasiz? Choy iching. Erimning qazo qilib ketganiga 3 yil bo'ldi. Shuningdan buyon yolg'iz yashab kelyaptim emasmi? Ammo mushkullarda to'liq g'eribsinib ketyapman. Hilim yaxshi. Uyda televizor bo'lib qopti-ki. Bo'lmasa bu kunlarni qanday o'tkazatdim? Buni siz tushunmaysiz. Tushunmamdigan. Hayvanat qushlarmi jufti bilan yashaydigan tursa, odam yolg'iz yashay olamdigan. Obdan singlim, yog'dek gap qildingiz. Men bugun sizni yordam qilamikin deb maslahatga chaqirgandim. Nima? Meni da'vatamsiz? Shundaq. Mening mo'g'u do'st yaran tunish bilishlarim bor. Lekin ularning ko'pinchisi taqvodor hojimlar. Ham hoji xonimlar. Ular bu haqda shirib ig'iz ochmoqmi tas? Ota-ona, qarindoshlarimga kelsak, ular Urumchida emas. Ularga degan taqdirdimi, ular nima deb o'ylab qoladi deysiz? Choy iching. O'zim topay desam, mush saloyitim, mush turqim bilan ayollar aralash to'plangan o'yin tamash so'rlarda jursam, haqla meni nim deb qala deb gap so'z chechakdan qo'rqaman. Tul ayolning kuni haqiqatan taskan. Ko'nala pul bo'lsa jangalda sho'rpa degani bilan, lekin pulmo hammaga qodir emas ekan. Shunday emasmi singlim? Ikkalan azaldan ko'rishib baxmagan. Lekin siz iliq kuni menga shunday yaxshi yordam qildingiz. Bu mo Xudoning taqdiri. Bizning ochiq-singillik rizqimiz qo'shilgan o'xshaydi. Shunga sizga to'liq ishonsam bo'g'dak. Mubada urug' tuqqan, xulum xushlar, tunish bilishlaringizning ichida o'zi yuvosh, samimiy, muloyim birasi bo'lsa, surishti qilib baqqan bo'lsangiz. Albatta, bu ajringiz uchun sizni obdan rozi qilatdim. Menga qadamingizni quruq qo'ymaydim. Hargiz undaq deyman. Siz meni shunchalik nazaringizga ilib, menga shuncha ishongan yerda
Mənmə əlbəttə layiqli iş tutaman dana. Lekin bilmedim sizge qandaqaraq adam. Undaq demisіңizчі, мен sizге толық ішініватқан еді. Siz Boptu. Bu ishni men bir o'qishib baqay. Agar muvofiq bir as chiqsa, men sizga darhol xabar qilaman. Vaqt bir yak berib qapti. Oy, Endi mangmasam, bolalarning dadisi xafa bo'ladi. yana birden o'tlasangiz bo'ladi. Ma'qul, Quruq xo'sh qaytadigan bo'ldingizda. Oy, to'xtang afkam. Sizga ikki qiz gapim bor dema uy kiring. Kiring. Aldirmang birden o'tiring. O'tiring afkam. Bu sizga tayyorlagan azroq sovg'amni Hech qabul ishdan qiling. hech ish yo'q. Bu nima ish Yo'q, endi? yo'q, undaq demang. Bu mening kichkina ko'nglim. Bunda qilsangiz qandaq bo'ladi? Bu 2000 qo'y pul. Ikkimizning yuz ko'rish sovg'asi bo'lib qolsin. Bo'lmaydi. 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 Bu mening azroq ko'nglim. Men tex sizga ish qilib bermay turib, bu so'g'larni alsam qandaq bo'ladi? Men qilgan yordamingizga aytadigan rahmatim boshqa texi. Tuz qilmay eling. Meni xijil qilmang. Buni hargiz olamayman. Hargiz undaq demang. Ikkimiz ochi singildek bo'lib qolgan tursak, yan texi meni yod ko'ryapsiz singlim, undaq qilmang. Eling. Yo'q. Xosiyat, bir so'lay holda chiqmay. Meni to'liq osal ahvolda qo'ydingiz-ku. Yo'q, undaq demang. Hargiz undaq demang. Endi bularni olamanmi? Voy, bu kichkina narsalar-ku. Mana akeldim. Akram. Stanim sachchilik bu endi. Ha, bo'ldi. Malonni sevdayli. Bekli aldırab qaldınız. Yen birden o'tlasangiz bo'ladi. Rahmat, elimi toza Sizni o'tladim. qondirvag'im batdi. Qo'nib qolgan bo'lsangiz ikkimiz toza mungdi shattiq emasmi? Rahmat. Bek koyib ketibsiz. Yo'q, Men bo'ptamisa. Buni ilib eling. yo'q bo'ldi. Endi buni olamayman. Yo'q, undaq dema. Amsam zot bo'lmaydigan o'xshamam. Amisiz men xaf bo'laman-da. Ma'qul amsa, men cho'qim bir amalni qilay. Yo'qab ketmay. Xo'sh. Bundakin kep turing, ha. Xo'sh amisa. Xudoyimga amonat. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum qizim. Alaykum assalom. Ba, qani kirishdilar? Qani kirishdilar? Hojim ada, mehmon keldi. Mana. Assalomu alaykum. Gulsajim, tinchlikmi? Tillar salomatmi? O'zdirchi tinchlikmi? Tinchdirlar. Kelsa tinchlikmi? Tinchdirlar. Qani sizni quraytding? Qani. Qani xo'sh. Xo'sh. Amin. Allohu akbar. Qanday Qanday tinchliklar. Hammalarning uy ichilari tinchlikmi? Tinchlik. Hozir xinim o'zlarimni obdan to'limiki, sizlarni og'rib qopti deb sizlarni yo'qlab kelaverdim. Unda xil yaxshi bo'lib qoldim. Xudo shukr. Rahmat bolam, rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Qani choyga beqsizlar. Qani. Asla. Nima izdayapsiz? Tamaka. Xapovatamsiz? Albatta xapolayman-da. Man qara. Mushu bir necha kundan beri hadisli kechida kelgan bo'lib qolding. Sen sütungni satmay, dallollik qilib o'tamsan? Nimanchilar satib qildigansiz? Men ikki bolaning onasi bo'lgan ayolingiz-ku.
Haq samimiy ko'ngli bilan yordam so'rab olsa, yana bir talay pul bergan tursa, men shu bolalarimizning o'qish pulini g'amlab olamizmikin deb shunday qilyapman-ku. Ha, ahmoq xotin ne? Xotin, mush 2000 so'm bilan bolalarning shayli ulatdimi? Mush 2000 so'm bilan ashxotinning shayli ulatdimi? Jimma. Xotinning bag'rizligini. Biz har qancha namrat bo'lsak-mu, kunimiz qadravol o'tayotdi-ku. Kishilar unda qo'l sunmayli. Xudoga shukr. Bolamiz xili aqlli cho'ng bo'ldi. Agar pul topolmay, dashad o'qitamisak, bizga o'xshash dehqon bo'lib ketadi. Yo'q. Men bolalarimni oliy maktabda o'qitgan. Ularning bizdek bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Bir urma. Dada! Dada, Balam. Oppa! Keldinglarmi bola? Aka sumkangni. dada. Terlab ketganingni Nima qara. bo'ldingiz? Eshitdim bo'lmadim qizim. Uzringlarni shu bolam. Darsinglarni tayyorlanglar. Men topshiriqlarimni ishlab qo'ygandim. Dadamga yordamlashay. Juring dada, ishimizni qilaylik. Oppa, men topshiriqimni ishlab qo'ygandim, Maqsud bola. amtixon. Elingning tuzini yegaysan halol. Tuzchining oldida bo'lmagan malol. To'pongdan nima uchun yasal bo'lsa, tuzi yo'q tuproqdan tutmagay saqol. Ozg'ina ajrimga qilma tamanno. Maqtanchoq hech qachon bo'lmas dana. Ajrimning qimmati zodi qanchalik, xaloyiq bargisi o'rinliq dana. Balam, sen bir tal yedin. Qo'lingni avayla qizim. Dadisi, sizin bir tal yap qo'ying, ma'qulmi? Yemayman. Kompyuterimni aldamoqchimi? O işte, xiyolingiz men sizni aldab ketdim-da. Gap qilsam hadini oshib ekanda, o işte. Bo'ldi, nima? Hacimede, çayını akırıp koydum. Hacimede, bugün burunrak arıma asla. Koş balam. Hacimede, gözlerini açsala. Sütçü Meryem edem kepti. Kim o? Sütçü Meryem edem. Hili sütçü ayol mu? He, o sizni pek saklap ketdi.
Voy, nimishqa meni baldıroq o'qitayotmidingiz? Chapsaroq bo'ling hamsa. Maryam, yaxshi turdingizmi? Tinchlikmi? Tinchtiribsiz. Yaxshi turibsiz. At deganda sutni setib bo'ldingizmi yoki men xush xabar yetkazgili kirdingizmi? Meni afu qiling. Qaraganda men siz topshirgan ishning hudisidan chiqqanmig'idekman. Kecha tun bo'yi o'ylab chiqdim. Lekin sizga loyiq keldik bir odamni topolmadim. Men taniydiganlarning hammasi dehqon odamlar ekan. Shaharliklardan sut oldigan xaridorlardan boshqalarni tanimaydi ekanman. Men yordamimni sizdan ayamayman. Lekin hozircha bu so'g'larni sizga qaytarib turay. Sap bo'l. Keling. Avval choy pay ichaylik. Xosiyat, choy akiring, ha? Ana hozir. Shundoq. Rahmat. Bu ishda sizni qiynab qo'yibdiman. Buning kishidan yordam so'raydigan ish emasligini cho'qim bilishim kerakdi. Unda qilmang. Yig'lamang bo'lamdi. Bu dunyoning ishlarini oldin o'lcharlamak to'limi taskan. Hajga berishdan ilgari men bu kishilarning zo'q kaygidak moda qizlardan itib talay yigitlar kaynimga kirgan. Tanlab toz uchrabdi degandek. Qo'lidan ish kelmaydigan bir noahli qimavozga tegib qopdiman. Uning bilan 3 yil uy tutdim. Arada bir farzandlik bo'ldim. Balamni otsiz yetim bo'lib qolmasin deb tishimni tishlab hammadaki bardoshlik berdim. Lekin ko'p o'tmay bechora qizimga qizil chiqib qoldi. Uyda pul bisatning hammasini u quttirib tugitib o'tkazgan. Bechora bolamni davolatish amalsiz qoldim. Balaning ko'z oldimda o'lib ketayotganiga qarab turmoqdan boshqa amalim bo'lmadi. Keyin Xudoning irodasi bilan bu hojimga uchrab qoldim. O kishi yesh cho'ng bo'lsa-mu, muloyim, oq ko'ngil, yuvosh odam edi. Gerçi o ko'nglimni olamagan bo'lsa-mu, menga intayin kuyunatdi. Holimga yetadi. O kunlarimiz to'limi tez, shundoq ko'ngillik o'tgandi. Ammo hozir mana 9'um telligidek bo'lsa-mu, lekin yolg'izlikdan o'zimni yana bir sho'r peshan ekanligimni his qildim. Belki men maqsadimni aniqroq tushuntiramiga o'xshayman. Men hargizmo atoq obro'y, nom nasab, pul boylik deganlarni qo'g'lishib yurmayman. Menga faqat samimiy bir odam bo'lsa bo'ladi. Menga faqat
bir hemra bolsula. Halimga yetkidek bir odam bo'lsa bo'ladi. Bu qandaq mushundaq bir odam tepilami? Tepilibmi qala. Lekin Tushundim. Men tushundim. bu nima qilganimiz? Konularda odam kiyim bilan oddiga bilan degan gap bor. Odam o'zini tuzimis bo'lmaydi. Mao 3000 ko'yni ag'ash ketdim. Agar qo'l qisqaroq odam bo'lsa, mush pul bilan usti boshlarini o'ngshivassin. Odam sat emas, kiyim sati deydigan gap bor emasmi? Masalan, sizni olaylik. Agar sizmichi bir qo'r chiroyli kiyim kiysangiz, ravrus kirim qilib, yana bir jirish siz bu zinat taqab yiqma, rosa ko'zning yig'ini yeydigan soyib jamonlardan bo'lib ketsiz. Sizni ko'rgan kishilar og'izni ichib qoladi. Oy. Keyin sizni-chi ayrim rozi qilolaman. Siz avval mening gapimni anglang. Ben o'tganda gapning hammani sana deb bo'lgan. Endi yana bu pulni ko'tarib kelsang. Onunğa bir loyiq deb bersakli bo'lmadimi? Bizden nima ketadi? Uning ustiga biz hozir pulga shundoq ehtiyojli tursak, qizimizni o'qitadiganga Pulga ehtiyojli deb haqning 5000 so'mini qaqib chiqsa qanday bo'ladi? bu qaqt so'qtirganlik emas. U o'zi badi Abdulla siz to'xtab turing. Ha nima? Bu pulni men bolalarni Dallollik o'qitishga. qilib topgan pulga men bolalarımni o'qitmayman. Bu nima degan sat gap? Bu pulning keragi yo'q. Pulni siz olmasangiz Ne men gap olaman. apa? Qanday degan gap bu? Bolalarning o'qish pulini qanday qilamiz? Qizimizni pulimiz qanday o'qitmoqchi? Siz deb ketma. Bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Bu uyda meni deganim hisob. Endi qanday qilamiz? Senin gapinga kirib, odamni izlab baqdiq. Biroq hech qanday natija chiqmadi. Belki adam beka şapalçılığımız kaldı şu. Nime degan avarchilik. Pulni qaytirib o'tayli. O pulni men allaqachon ishlatib bo'lgan. Nima? Shuncha jiq pulni ishlatib bo'ldingmi? Shahardagi to'liq o'rta maktabga qizimizning 1 yillik o'qish pulini to'ladi. Dadingizning ko'zga tushgan ahim davolatish uchun 1000 yuan berdim. Qo'limda yana nima qoladi? Hey hamakat xotun, bu ishni bitirib qilib bo'lmay turib pulni hajlab bo'ldingmi? Ma xotunning ahmoqligini aplıcama. Sen hamakat xotunning gapiga nima deb kirgandi men ha? Jahondagi erlarning eng ahmoqi xotin kishining gapi kirdi. Mana men gaping kirganiga men bu ahmoq.
Ay. Man qarang, men bir amal topdim. Qandaq amal tapdın? Qandaq amaling bor? Eringni ichqib satmoqdan boshqa amaling yo'q sening. Setiversamchu. Hey? Ha? Rost setibsansan? Qara seni. Hey? Hacı xonimga meni berib etmaydigansiz? Men sizni shundoq yaxshi ko'radigan tursam, rostilla berib yetadimmi? Rostdan berib o'tadimmi deysan? Yolg'ondan berishing bormi titaqa? Sencho, mushu susatqandan beri o'zgarib ketding. Meni kesalman, pul topolmaydi demsan, ota-onaning ishi ko'p demsan. Sen mushni bahona qilib ajrashmoqchimi? Pul deysan. Sanzada qanchalik pul lozim-te? Agar sen pul lozim bo'lgan bo'lsa, kallarni chiqib setitili, o'lim setitili. Asta siz nimandaq mening maqsadimni tushunmaydigansiz. Qanday qilsa qoldi? Sizlar maqsading nima edi? Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Kim yo'lsizlik qildi? Mening gapimni anglab baxmamsiz. Men sening gapingni anglagan. Endi sen meni do'tbek qilasan. Ko'rinish uchun mundaqli berib Sen birlar kallarni deysan. Nimandaq doimli yerim kecha so'qishib odamni uxlatmaysizlar. Gapinglar bos chiroyli qilsanglar bo'lmamdi. Dada, apa, yanada mening o'qish pulimning jedilimi? Bo'ldilar. Pul uchun emas, balam. Bo'ldi. So'qishmanglar. Men bu shaharda o'qimay, bo'ldimi? Balam, biz o to'g'riliq so'qishmadik. Bo'ldi, chiqib uxlanglar, balam. Chiqib uxlanglar. Jirafkam, Uxlanglar, uyqumizni uxlaylik. Men bu shaharda o'qimayman. Dadam bilan kala boqaman. Kaladan yuzni baqsaq-ku, mushjidal chiqmas. Anlamadimsiz, gapimni anglab berdim. Ham xiyol qilma. Siz bir ko'rib qo'ysangizlar bo'ladi. Undan keyin Mumkin emas. bir mezgil o'tkazib, bahona Bu topib, gapingni anglamayman. nechasimiz chiqisholmaydi ekan deb qo'yib kelmamsiz. Men hargizmi bormayman. Shundoq qilsaqlar, u pulni qaytarmoqda yo'q. Yana bir oz pul undirib olaymiz. Uxlamay tush ko'ryapsa. Hozir tun yerim bo'lib qoldi. Bolalarning qiymini qilyapman. Emis o'zing bor. Sotmoqchi bo'lsang o'zingni sot. Ko'chada undaq ayollar ozmi-te? Yuzingni serib etib, ko'ch xotinlarini dorab, ko'chirg'i chiq. Abdullah! O lanet tekkur! Ma'qul. Bolalarım müşahede kalıp aksın. Ben nima degan shu peshona? Ey bo'ldi, baqaman. O'g'lim ketib, vallahi o'g'lim ketib. Vallahi o'g'lim ketib. Afsusli shumi?
Hacimede, almını ne koyay? Akilan, bana bir. Atan kamı, latan mı dep. Aslı sizning. Latınız kamken emas mı? Bu kiyimler sizge bekli yarışıp ketdi. Akila? Oş, saralıqlığınızın çandırmana. Ay, şuna. Düşküm yok. Düşmemsiz. Oy, nima da qilsiz? Onda qaytib ketaylik-chi. Şuna, kep bo'lganda nima da qilsiz? O siz Uy, ikkinchi qavatda. Men ustam, rahmat. Chiroq. maqara kirmaylik-chi. Ay, nima da qildigansiz Ey, menga? kirmayli. Men shu topda kirib qo'ysamni chiqolmaydigandek tuyulyapti. Ma'qul degina, Menga? kirmayli. Ey, kirmayli. Ajab qiziq ekansiz. Ixtiyor o'zingiz tursa, haq sizni nima qila oladi? Meni qizg'anligidan qaraganda u bir sat xuddi o'xshamanda. Yoki bo'lmasa terkisli bormi ya? Ularning binoga kirib kelganligini ko'rgandim. Uyga tex chiqirmayotdi-ku. Xosiyat, siz kirib ishingizni qilgan bo'ldi. Ma'qul. Qiziq ekan sizga mamam. Menga xuddi kirib qo'ysamni chiqolmaydigandek tuyulyapti. Undaq bo'lmaydi. Menga. Ay, to'xtam. Uni ko'ribla o'zgarib qolmang yana. Nimalarni da'vatqansa? Rostayman, qiltaq ilinib qolmang. Amisi Bo'ldi, chiroq. Oy, ular kelgan o'xshaydi. Menga. Tinchlikmi? 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 Qani kiranglar. Tinchlikmisizlar? Tinchlikmi? Tinchlikmisiz? Tinchlikmisiz? Qani, yuqoriga chiqaylik. Qani xo'sh. Allohu akbar. Tinchlikmisiz? Bu kishi erimning bir navri inisi bo'ladi. İsmi Abdullah. Tinchlikmisiz? Bu yoq
Мен sizga doim gapini qilib berdigan Gulnisa hajim bo'ladi. Xosiyat. Eklang. Qani, choydan ilang. Rahmat. Biz yo'ldan o'tib ketayotgach, kirib o'taylik deb kirgan to'q. O'zlarini bak avar qilib tutdiq. Undaq deyman. Hajim adam degan jahon ko'rgan ayol. Har qachon mehmonlarga dasturxon ekan. Tatinmay, masalaga beqinglar. Choy iching. Appa! Dada! Appa! Biz keldik. Qaytib keldi. Appa! 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 Hadi, dadamla apam yo'qtirdi-ku. Toza obdan yedik. Duo qilib bering. Voy, tuzuk yemay, nima qilganinglar bo'lsa yedik. Obda yedik. Bak o'xshab keldik. Sizdan kelsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. O'zlarini qayta tutdiq. Ma'qul amsa. Men mushinchilik o'tiray. Bolalarning maktabdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Menmi qaytay? Siz hojim adam bilan birdan paranglashib andan qaytasiz. Men qaytsam bo'lmaydi. Yana birdan o'tirib Helima. choy ichib olmay, Toza avar qildik. birdan o'qasangiz bo'ladi. Xo'sh. Unda xo'sh to'xtab turing. Sizlarga o'tirib qaytdim. Nima deyman? Avval qarab nima demamsiz. Ma'qul amsa, men qaytay. Qo'rqib qaytgan bo'ldingiz, men asosan bolalarga Yana bir aylanay. necha avar olib ketibsiz xo. Bo'ldi, uzatmang. Mehmon yolg'iz qolmasin. Bo'ptimisa. Ma'qul, xo'sh. Xosiyat. Mahadashni uzatib qo'yg'ash, taksi sep qo'ygunchimi? Voy, bo'ldi. Mana Bo'ldi. tomoqni bolalarga og'ash ketdim. Rahmat. At kelish unutib qolmanchimamisa? Xo'sh. Uyga chiqib olsam-ku. Uyga chiqsam bo'lmadi. Toza uzoq keldingizku. Birdan paranglashib o'ltirib qoldik. Qanday bo'ldi? Nimalarni deyishdinglar? Qanday qilatdi? Men sizni rostila chiqishib qolsin deb ivatmagan. Abdullah. 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 Kopongnya mangayli. Turungnya.
Dada! Dada! Apam mağaylı deydi. Dada, kopun ha? Rustam, kopamağımız. Mangayli. Rustam, mangay. Dada, biz ketdik. Opa! Opa! Apa, özlerim, tamam diyemiz. Voy. Aldın mı? Aklımdan birden turib barman, ma'qul xo'sh. Voy. Qanday olding? Valla teshdik. Siz bu vaqtda chiqdingizmi? Kelib qolib tur. Voy, aldın mı? Kechdi barman. Ma'qul xo'sh. Yaxshi. Voy. Hacimede. Teştiripsiz. Teşlikmi. Ondan turibsiz. O'tiring. Birden usuzluq bilan to'rt akiling. Bo'ldi. Uy ichingiz tinchlikdi? Tinchlik. Bizning heliqi tuqqan pisantingizga yaradimi? Qanday qaraqki? Yaramamdigan. Shundaq o'tdan tuqqaningiz borligini sadla o'ylamabdi ekanman. Turqidan yuvosh, muloyim kishidek qiladi. Shundaqmi? Men tex sizni jahon ko'rgan ayol tursa bizdek saralıqlarni yaratmasmikin deb edim. Undaqmi bo'lamdigan? Saraliq bo'lsin bo'pti. Mening ota-onammi saraliqdi. Eling-a. Sizni xato tanlamabdimanmi? Sizning sababingiz bilan bir yaxshi odamga uchragandek qilaman. U ilgari xeyli dard tatgan odamdek qiladi. Dada! Dada! Ha? Xo'sh emisi? Xo'sh. Qizim, Dada! darsni tushdinglarmi? Ha. Jirim, qaytaylik. Dada, siz yana shaharga kiribsiz-da? Men adigan sizni akirib qo'yg'ini kirganingizga taq chiqib ketmadim. Maktabga kelgan tunji kunilar saboqdoshlaringiz bo'zaq qilib, sizni yig'iltib qo'ymishsin deb chiqib ketmagansiz. Dada, siz bek yaxshijimi? Qanday qizim? Yaxshi bo'ptimi? Bo'pti. Nima? Qanday qizim? Burunqi yiz maktabini qaraganda bu maktab yaxshimikan? Yaxshi. Muallimlaring, saboqdoshlaring-chi? Hammasi yaxshi ekan. Bizning sinfda cho'ng boshliqlarning baldirdimi nechta bor ekan. Ular mening izchil 3 yaxshi o'quvchi bo'lib kelayotganligimni anglab, menga nihoyat hurmat bilan muomala qildi. Muallim ta sinfda opam ishqalarimni maqtadi. Sizni maqtadimi? Ha. Muallim ta hislarni yiroqni ko'rar, g'oyalik ota-onalar ekan dedi. Dada, ukamni mush maktabda o'qitaylik-chi dada, ha? Endi qanday qilay deysiz? Meningcha, u kishi bo'g'idek. Bo'y turqimi joyida ekan. Uning bilan bir mezgil oralashib ko'raymikin deyman. Durust. Avval sinab ko'rib beqing. Keyin chiqishamay qolmang. O'zingizga ma'lum, men haji qilgan. Uning ustiga tul qoldim. Bir kishi bilan to'y qilmagan ahvolda oralashib yuraversak qamlashmas. Shunga meningcha nikoh o'qitib tursak bo'larmikin? Agar muvofiq ko'rsanglar, hozircha u mening uyim turaversin bo'ladi. U chaqda o'zaro tushunishimizmi oson bo'ladi. Nikoh o'qitamsizlar? Agar qo'shilmasangiz, bo'ldi qilsakmi mayli? Yo'q, men emas. Meningcha, men u nima deydigan da'vatim ana.
Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi ishlar taqdirining o'rinlashtirishiga bog'liq. Ikkimiz chiqishib qolgandek, uning bilan mo chiqishib qolamiz. Bu so'mkadagi pul minnatdorligimiz bo'lib qolsin. Bunda qilsangiz qanday qilmay eling. Qarsam uning o'qishida Davom kiyimlari qilib qilib ketasiz. ekan. Boy bozordan bir qur yaxshiroq kiyim olgandim. Ag'ash keting. U almashtirib olsin. Eling, buningdan keyin urib tuqqanmi bo'lib qolamiz balkim. Bo'pti amsi. Hargiz tuz qilmang. Shundoq bo'lsin ukamma. Ma'qul. Ma'qul, xo'shamiz. Atda bizni uyga bir kapkasini etib qo'ying, ha? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamiz. Bu Kabe Beytullahmı? Ha. Hey, nima degan haybatlik ha? Demak, sizlar bu yerga berib tikanlar-da? Shundoq. Men bag'an. Agar rizqimiz qo'shilib qolsa, silinimi Makkaga olib beraman. Menimi? Ha. Ikkimiz ibodat ham ziyorat qilg'ash, oz-to'la tijorat qilib kelamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Men borolmayman. Voy, bu nima deganlari? Hargiz undaq deymizlar. Hey, qarsam, toz xushal emasdek ko'rindilar. Ko'ngillarida bir ish bormi nima, ha? Turmush deganning bosh oxiriga bir nima demak ta'skan. Mening shundoq yaxshi bir oilam, bir qiz, bir o'g'lim bordi. Qayg'urmisizlar. Men sizning hamma azoblarini unutildirman. Men mana shu o'yla o'zlarining kelib igdorchilik qilishlarini kutib turibdi. Azroq pul olib berib, uylaridagi ishlarni izg'i selvasizlar. Bolalarnimi obdan o'rinlashtirib qo'ysizlar. Andin odam chaqirib nikah o'qitib olaylik. Qandaqli bo'lmasin, men muqaddas ibodatgohlarni tavob qilib kelgan ayol. Nikah o'qitmay turib bu uyga kirib chiqib jursizlar. Haqlar so'z cho'chaq qilmamdi. Shunga qoida bo'yicha odam chaqirib nikah o'qitib olaylikkin. To'y xitini kerak olsaqmi bo'ladi-ku, ha? Bo'ladi. Ha. Endi qanday qildik? Gap qilmamsa? Endi sening nafsingga to'ygandir. Lekin pul xarjlagan kishining niyati bir er bilan tanishlar emas ekan. Sanza. Hammasi uy uchun-ku. Acaba bu uy pul qishlaydigan menlimi? Endi chog'da u. Bir odam tanishtirsanglar bo'ldi degan. Onun sizni bir ko'rikli ish boshlab kelishini kim bilibdi? Sencho, oxiri mush uyni vayron qilasan. Endi
Endi qandaq qılıq? Nikah oqutuşqa qoşulğanınız üçün o manğa yana nurgun pul berdi. Pulni alğandan keyin beşimiz gitib qalsaq qandaq boladı? Undaqda menço. Men degan yog'och emas. Mening oldimda turayotgani balki kishini maftun qiladigan nazokatni urg'ib turgan bir ayol. Biz uni aldamoq tugul. U meni ozdirib ketadigandek turdi. Bir kun emas bir kuni mendan ayrilib qilib, kim yurib yig'laysan-ki qani? Shu vaqtda ko'ramiz. Mumkin emas. Men onundan yosh, u mendek chiroyli emas. Yana bir qiz bir o'g'limiz bor. Da'vatgan kepini. Sadaqan ketay Abdulla. Nemishqi siz ham ishni yomonliq jo'raydigansiz. Qizimizning shahardagi o'qish pulini topshirib bo'ldim. Uning qanchalik xo'shligini sizmi ko'ryapsiz? O'g'limizning o'qishining g'amini qivoldik. Ular to'liq o'tirni bitirgicha biz jon tikib ishlasak, ular oliy maktabga kira olasizlar. Biz murodimizga yetmamdik. Biroz chidaylik. Balalarimizning kelajagi uchun, bizning kelgusimiz uchun bir mezgil bardoshlik bering. Sizni iyak ivatishga mening ko'nglimni unaydi demisiz? Yolg'ondan bo'lsa nikahni qilaylik. Endi biz haqni aldiganni oz deb, Xudoni aldaydi ekanmiz-da? Endi qanday qilamiz? Bizni Xudo o'zi kechira. Xudo bizni kechira. Navoda hukumat bilib qolsa qanday qilamiz? Bu qonun qilib taqilgan ish tursa. İnim Abdullah, kechirgaysiz. Ahvoldan qaraganda to'yxata ammabsizlar. Shunga bu nikahni o'qishga bo'lmaydi. Ahmadjon sizningcha shundoq. Hozir jamiyatda ba'zi oxun imomlar ozgina pulni ko'zlablar. Kim taklif qilsa, to'yxatini surishtirmaylar, berib nikohini o'qib, qo'sh nikohni qilmishni paydo qilyotdi. Bunun bilan nurg'un qizlar ham nurg'un oilalar bu xil qilmishning ziyniga uchrab, xoni vayron bo'ldi. Shuning uchun bu nikohni o'qimaganimiz durust. Albatta. Sizlar undaq odamlardan emas. To'y xitinglarni epoplar bizni chaqirsanglar, kelib nikohinglarni o'qib qo'yamiz. Bo'ladi. kechirsizlar. Choyni ichdik, yeydiganimizni yedik. Ham biz qaytdilar. Shunday qildi. Qani. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmatimiz. Biz qaytamiz. Qani. Bo'ldi, uzatmaslar. Qilqaslar. Yo'q bo'ldi. Biz ustib chiqili. Ma'qulamiz. Ma'qul Abdurmajika, Ahmadchinika, Mijitga xafalaşmaylar. Xo'sh yamsiz. Xo'sh yamsiz. Har qaysini bavar qilib aytdik. Rahmat. Xo'sh yamsiz. Oy. Qani, jo'qirasizlar. O'tiring. Yo'q, siz o'tiring. Yo'q, o'tiring. Ularning deganimi to'g'ri. Ularmi bizga yaxshi bo'lsin deydi. Aldırgan yolda qala degandek ish bo'ldi. Shuni deyman, meningcha bu ishqa ancha aldirib ketmasak bo'g'dek. Singlim Maryam. Bu gap sizning gapingizga o'xshamayli qoldi. Men asli Abdullah bilan bir mezgil sinishib, ondan to'yxit alsaqmikin deyishgandik. Endi hamon oldigan bo'lgandan keyin
Vaqtida evitaylimekin deyman ha. Bo'lmaydi. Sizlar texi meni tushunmaylar. Voy, nimishqa tushunmaydakmi? Rostdan desam, sizni tunji ko'ribla yoqtirib qolgandim. Bu mening texi ballarim bor. Ularning qandoq o'ylaydiganligini kim biladi deylar? Men o'ylab qo'ydim. Balalarning onasiga ozroq pul berayli. Hozircha balalarga u igidorchilik qilib tursin. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin qachonli bo'lsa balalarni qishimiz ayqvasak bo'ldi emasmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Navoda ikkimiz abdishamay qolsak, shuncha jiq pulni qandoq to'lab beramiz? Sizlar bizning ishimizga zotli ko'ngilshmayotdilar. Men undaq ushuq, ta'tirmijaz ayol emas. Hamma ishni o'z ixtiyorlariga beraman. Navoda men ko'ngillariga yoqmay qolsam, men bilan birga o'tkinlari kamisa, oylik ketsakmi bo'laverdi-ku. Pulni talab qilmayman. Abdullah. Hoji madamning deganimi xeyli o'rinliq. Bo'lmasa Seni zot ayollarga nima ish bo'ldi? Qandoq degan gap bu? Abdullah, chiqdingizmi? Akilan, ajrashqinimizni xafa qilib qolmasa. Nikadımı ajrashdik. Hammani degnidek qildim. Aqibati yaxshi bo'lg'ay, ilohim. Men uyda yo'q chaqlarda o'ylarimlarning ishlariga yetishmasam, uydagilarni yordamga chaqirasan. Endi bolalarga nima demoqchisan? Ish qilib rost gapni demasmi? Bo'lmasa ular boshqacha o'ylab qoladi. Lekin ularga deydigan bo'lsang, ko'ngli yerim bo'lib bizni ranjidi-da. Amsi qanday qilamiz? Amal qilib tezroq yenish olamiz. Sizmi u yoqda uzun turib ketmang. Bolalarni yo'qlab uyga kelib turishni unutib qolmang. Menga yordamlashib turasiz. Sening bundoq yomonligingni men hargiz o'ylab boqmabdi ekanman. Yomon? Bu nima deganingiz? Boshqalarni aldab qolmay. Menimi aldidim. Men seni rostli bo'shchaqlab ekanman. Mana endi o'z uyim turuqliq. O'z uyimga qaytamaydigan bo'ldim. Men zodi nima qildim? Men zodi nima gunoh o'tkazib qo'ydim? To'y qilib mushkungacha mening sizga 50 qo'yliq bir narsa og'izgan yerim bormi? Siz meni tushunmisiniz? Meni endi kim tushundi? Vallahi deymisan? Bana bu nima ko'ngilli? Voy, bo'ldi, yig'lamag'ina, bo'ldi, yig'lamag'ina. Hammasimiş bolalar uchun-ku. Mübarek olsun. To'y qilib o'psizlar. Voy, bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Merhamet. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani, el olam. Soqash o'tirma. Bo'ldi.
İlislah deyman, ilislah. Gözlerimi alsın. Qani. İlislah. Opa, kuzgum içip ketdi. Balam, mən kalın sıyıq etib, andın tamaq etib verəysizlər, tapşırğınlar işlənlər. Ukam, yaqindan beri apamның kayfi tas joyida emas. Ular nemish qochirishib ketgandi. Bir haftadan o'tib o'tibdi-ku. Rostini desam, ularning bizga bildirgisi yo'q ekan. Esandimi? Heyliq kuni kechda apam dadam ikkisi qattiq so'qishib ketmadimi? Shun ular yaqindan beri g'alit bo'lib qopganda. Bo'ldi, topshiriqni yoza. Endi sen hayvon qaldırma meni bo'zaq qilmagan. Tepa! Mana tepa! Tepa! Mana! Astarak. Oilislah, asta. To'xtab tursizlar. Asta. Mayaqqa. Oilislar. Bilemsiz, ben aselden arak çıkmagan bugün mimarlı ussuzlukka arak arlaştırıp işkiz ötüptü. Hech nima bo'lmaydi. Voy. Nima bo'ldilar? Asta aytu asla. Çıraylık, bek çıraylık. Benim xotnum bek çıraylık. Bilemsiz. Bek çıraylık. Bugün hiç gelmeydi bu. Hiç çıkmadı. Meryem adam tek gelmedi mi? Kündür bakış kep bulup duran bu. Şimdi deyme. Boğan bu. Saatin bir yerde.
Şu emasmi? Tünügün sizlarni ko'rdinglar-ku, u dehqon bo'g'ashqa, bek yuvosh, sodda odam ekan. Keyingi ishlar albatta o'zimga bog'liqda. Anam doim banda oldirgan bilan Xudo oldirmaydi deydi. Har ishning o'z vaqti soati bo'ldi ekan. Shunday emasmi? Tog'amning idorasidagilar uning usuzligiga haraqni qo'shib ishkizib yetibdi. Ta hozirgacha masliga yechilmay tiq uxlayotdi. Shundaq qarmoqqa bek tamkin gap so'zlarimi o'rinliq ham qoida usulliq ekan. Agar dadam bilan opam kelgan bo'lsa, cho'qim qo'shilib ketadi-da. Shunday bo'ladi. Shu. Shunday qilamiz-da. Hay, men sen keyin telefon qilaman. Voy. Mijozlar yo'qmi? Abdulla? Nim bo'ldilar? Sizlar men Obda uxlabdimi? Kechirsizlar. Akşam ular menga ko'proq ishga o'tibdi. Sizlarga avorchiq deb bermagandimi? Voy, yo'q. Kechini shunday yaxshi o'tkazdik. Abdullah, mavo kiyimlari o'rinlardan turib, juyinib. Hojimadan? Almashtiryapsizlar, ha? Mana. Uningdagi choy iching. Men o'lay. Hey. Astagfirullah. Hacimede, hele süt çıkardın. Oy, undaq demang. Endi tuqqan bo'lib qoldik emasmi? Kechirsizlar Hacimede. Meryem edem süt tukununu tekçi aşmaptı. Nima? Süt tukunini aşmaptı? Yo'q. Nemish bo'lgandi? Bo'pdamisa. Sinchey demlayvering. Ma'qul. Chaqqan bo'ling. Nima? Meryem süt tukununu tekiş açmaptımı? Aşmaptı. Abla. Ben berib ballarni ko'gach uni yo'qlab kelay. Ma'qul. Emiz ikkimiz birga boraylik. Tunugin o to'yg'imi kelmadi. Man qarasizlar, sizlar aldirab bormisizlar. Men bu ballarni burun ko'z tishni xohlamayman. Uning ustiga mahaldagilar so'z cho'chaq qilib qolmasa yana. Nemish so'z cho'chaq qildik? Shahardan bir ojixinimni boshlab kelib, bizga ko'z qilg'in kapti demamdi. Bo'pdamisa. Sizlar chapsan juyinasizlar. Men ballarga so'z ham tayyorlab qo'yay. Meryem! 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 Abdullah! Meryem! Meryem!
Ben sizlarni unutib qolmadim. Ben sizlarga o't sepray. Meryem, özümüzün kalısının sütüdün bir içine ekiline. Bek işkim kep ketdi. Mana. Әттегенді бері бір меймеген ма? Ой. Bunun eken dükkanını açmay koymancı mı? Ben bek ensirip getirkenme. Мұнда екендайсыз ғой. Қайтып келгіңіз жоқ ма? Xuda turuptu. Müşkemnin özdüla bu öyden hergiz ketkim yok. Meni aldama. Ben sizni kaçan aldap bakkan? Kağıt kılan var mı? Nем қылайдайсыз? Ben şu doğruluk kasem kılımen ki 2 aydan keyin bu öyde... Neme? 2 ay? Emsi kaç gün? 15 gün. Ha bopta 15 gün bolsun. 15 günden keyin bu öyge çokum kaytıp kelimen dep Abdullah. Ben. Ay, o qanda qarak. Boldu müşketlerini sormana. Hacimede çatak oldu. Abdullah akamda böyle sokağa tipte tutukarlıp gidip de onu başka güleştirip ekilip attı. Yok heyede. Abdullah aka, astır. Oy Abdullah. Kayani sokup etti. Tutukarlıp gidipti. Astarak safağı verip otağızınla. Astar. Astar koltuk. Astar. Hasiyet çakandak bilen tuxum etcek. Mana. Hiç kız yok. Xudayım. Bek ağır vatamda. Hacimede, başka şey olmasa biz qaytaylı. Oy sizlerge rahmet. Sizlerni avarqib qo'yibdi qa. Yaqay, unda rahmat. Rahmet. Ma'qul qo'shamisan. Mana ap chiqdim. Mishama. Asta. Oy nadi so'qyapti. Astag'firullah, nima palakatchilikni. Oy, og'rib ketyapti-da. Oy, xudoyim. Azroq chidisizlar. Tolumu xijilmen. Sizlarga hech chiqib bermay turibla sizni parakanda qilgan bo'ldim. Undaqmi deb ketdingizlar? Ikkimiz degan er-xotin tursak.
Ma'qul bo'ladi. 谢谢啊。我要办公机。啊。钱给你了。Mərimədə. Ay, teşlikmi? 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 Teşlikmi. Hacı mədəm qanda qara. Yaxşı. Abdullah akamı yaxşı. Məryəmədə öyə kirib oturub paranlaşıb getdin, hə? Qancha qalsız? Yarım kilo bo'lsin. Sizchi? 1 kilo. Mana bu. Mən. Rahmat. Ular chiqishib qoldimi? Ular bək chiqishib ketdi. Məndən salam Öyə kirin, hə? Əkeslab qoy beri. Ma'qul. Aldırmıslar. Astaroq. Bo'ldi, qo'yib paslar, o'zim men paqay. Rostdan yermandim. Bo'pti, men paqslar. Qanday qilmagandim ekanman? Rostli yaxshi bo'lib qoplar. Jesle. Oy, Məryəmədə. Teşlikmi? Səni kira. Oy, asta. Men chiqib qarab baqay. Teşlikmi Hacımədə? Siz yetdiniz? Yaxşıdırdınızmı? Sizni hazırda setib olub, yoxlab çıxay deb kirib Voy, edim. rahmat. Yaxşımısınız Abdullah? Oy, Xudoyim, bu neymiş? Tövbe çıxın. Oy, nim bo'ldi? Qachon shundoq bo'lgan? Xasiyat menga demidi-ku. Oy, Xudoyim. To'yning atisi atdiganda, u sizning do'konni ochmaganingizni ko'rib, ballardan ansirab, sizlarni yo'qlab kelgili ketgan. Qaytib kelayotganda, velosipedlik birisi suv quyib ekan. Sizlarni ansirab qolmasin deb degizmidi? Jarohatingiz ig'irmi? Yo'q. Hech gap yo'q. Qaraganda nikoyimizga hasiyat qilayotganlar bor o'xshaydi. Ko'z tekkandek ish bo'ldi. Man qarang Abdullah. Yomon ko'zning xoli bo'lish uchun sirtqa chiqqanda kambag'allarga oz-to'la sadiqa berib o'taylik. Kelgan balo qazo shuning bilan keta. Shundaqmi Maryam singlim? Hech yo'q. 9 kun bo'ldi. Yana 15 kunga qolmay saqib ketaman. Bo'pti. Ig'ir bo'lmasa mayli-ku. Men qaytay. Yana berib baloq tamoq etmasam bo'lmaydi. Mening ballarimni yo'qlab qo'yasiz. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men pat arada qaytib borman. Ma'qul. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men pat arada qaytib borman. Voy. Aman Abdullah. Shundaq. Nima? Ma'qul. Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi. Boyaq telefon kimdan kelibdi? Abdullah?
Bu yoq kesle. Bayqı telefon yurtlardan kepti. Dadları ağırıp doktorxana yetip qapti. Doktorxanda Bak ansirab ketmisler. nima bo'lgandi? Eng yaxshisi berib yo'qlab kelganlar yaxshimikan deyman. Bak ansirab ketmisler. Xudoyim shifolik berib qola. Darhol yo'lga chiqsizlar. Men bilan birga bosli bo'pti-ki. Baray. Men birga baray. Ular yurtga ketdi. Akşam telefon keptiken aldıraplı ketip kaldı. Nima bo'lganini men bilmedim. Xo'sh, men ketdim. Ay, İntizarlık ne üçün senin Hayatımdın ketmez hiç yırak Ve ya gidil kuşluk çekip kalbini Uzman dil aramini Ne üçün sendeki şu şirin söygü Basam idi bu taşlar beni Ki sevgilin atsam veysam Bilmedim bunun endiki hakikati Ya ki sevgilin atsam veysam Bilmedim bunun endiki hakikati Allah'ım canım İnsan nefsiyle öpsün
Ben... Meryem! 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 Sen... Ben Udurlu Aydın'da kaçıp geldim. Vallahi ne? Kallah çok. Kallar sikrettin, Allah'ın apatı kapıp koydum. Bu ne mi kızını? Sizden kaçak birisiz. Onun dadısı yemini kazak gitti. Siz diye benim eğrim. Ben hazır ununu mu yeri? Bu diye sakta. Kim saktıdaydı? Siz diye onun etçilik erkuttum. Ben onu oğlum bükünlük basıp erkuttum. Siz de o gerek bundan bu. Sana çok. Sana ben gerek var zaten bulma. Bu evden kaçıp bile sikemezsiniz. Bu evden. Vallahi size gerekmiyor. Meni sadın nemi kıldaysa? Bana azırak vakit vermem sen. Onun bilen toy kılış kıstağımı sen. Onun bilen ajırış kıstağımı yanılı sen. O hazır musibet üstüne tutsa. Meni sadın nemi kıldaysa? Ondaqda mənçim. Onun şunçilik köngül bölüdü ekansiz. Meni nimiş qoylab mı qoymaysın? Muş çıqqaydım beri. Mening nima qilayotganimni bilamsiz. Onun hemmesi seni gazaptım. Sana pul gerek emasmidi? Bir yolda hem pulga hem adam girişemeysen de. Hamsi ben kim için şunda qildim? Muş öy. Hem ballarımız için şunda qilmadim. Hemsi ben çok. Ben senin nefsaniye çıkığını kurban olup gittim. Gelin. Onun siz pullarını apırt verin. Apırt verin. Ben amma kallan sütüvettim. O benim erimni pulga setip al, ben de kavga yakınmısın? Hey, o anlık açan beni setip algan. İsinde yok mu? Ben hazır onunla kanunluk erkotun. Bunu sıkmaz bulmam mı? Niyeti bozulgan esli siz gelsiz. O baykutun anlık açan ki oğlumuz çıkıp kalın. Ağzanışım. Bu işi ben eyiplik. Ben senin gibin kirgenligim için günahın hemisi bende. O bayvas ne boktu? Onu çıdım hayvata mısınız? O namussuz bir işim. Ben ballarımda demesem, ben üyege berip, senin muşkunga koyattım mı? Ben muşu öyne demesem, toyunun ertesini putumu zahmilendirulattım mı? Muşudanın hemisi sizler çünkü. Ben fakat o ayalığı yüzsüzlük kılamamadım ben. Acaba bende başka niyet var mı iken? Benim maksadım buraya kayıp geliş. O yerde paragatı yaşap, bu yerde gurbette yaşasam mı? Ben yanılı işki balının dadısı. Bu önü bana sen özen terip eren kıldın. Lekin benim o bir güne ayalığı azap egim yok. O diyen günahsız. Abdullah! Süleyman azap verdim diyelemler. Xasiyetsizni, naümidni qo'ymadi. Hamma ahvolni menga dedi. Bo'lmasa hacım, ben sizlarga tushundiray. Sizlar ishqillar. Birlashib meni qoqdi so'qdi qildinglar. Yana mening ishonchimni, hissiyotimni dafsanda qildinglar.
Özünüz mecburlagan. Ben pullarınızı kaldırıp apırıp bergen bu. Lekin siz... Ertip şinitip çın turvandınız mı? Lekin ben sizni layık tanıştırım dedim. Hergiz mi? Eriniz bana sütüp erin demedim. Nikah kılımız, toy xitalımız degen özünüz bu. Abdullah. Ben seni sevmeyimi ah gönül yuvaş adamdım. Oylap dikenmi? Lekin manda rezil peskeş adam dep oylamap dikenmen. Komiser hacım. Seni mende hülencigi yok. Bir yegane ayol ne? Boze kıldılar, muşka kalırga, hicil bulmandılar. Seni şunçola bağır taşadın mı? Gülmüş hacım. Erimni tıllaştı, nime hakkınız var? Boldu! Şunda, benim silen tıllaşka hakkım yok. Ben nemi degen ağıma, nemi degen hamakkat. Bu mümkün gibi işinip gittim ben. Olması benim turmuşum, muşundak baksız bulanmadı. Boldu. Yıkılımızla. Evet, oltasla. Polның ezik turşığa yol koyganmı özem. Nefsinin keyni kirgenmi özem. Kem akıllı kılıp, aldı keynimni oylap köymepti men. Hem eyip mende. Meni keçirsle. Meni epoku gaysle. Xuda meni yetkiçi cazaladı. Teç hatırcam ailemni yo'qotdim. Bir ayolning manga bo'lgan hurmatini yo'qotdim. Ah, Xudo. Erimde ikki bolamdan ayrilib qolmag'ayman. Gülmüsa hacım. İkimiz toy qilib, meni az kun bo'lsa-mu kutganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Lekin pul hammaga qodir emaskan. Mo'rt kelganda baloy qazo olib keldikan. Bu pulni asla
Bu darvaqa bir ko'ngilsiz hikoya. Bir haftadan keyin Abdulla kala sotgan pulni Gulnisa hojimga qaytirib berib, uning bilan nikohdan ajrashib, o'z uyiga qaytib keldi. Halbuki uning keyingi kunlari yana burunqidek tinch, xotirjam o'talarmi? Eng oxiri ular zodi nimaga erishdi? Nemini yo'qotdi? İntizarlık ne üçün senin hayatından ketmez hiç yarak veya gidil kuşluk çekip kalbini uzman idi dil aramini ne üçün sendeki şu şirin söygü basar idi bu taşlar beni